Assalomu alaykum barchaga yana men o'zimga o'zim qoyil qoldim. Mana KFC'ni pishirganimga qaranglar, mana чисто натуральный KFC. Mana ishonmasanglar, mana qozonda pishiryapman. Birinchi marinovat qilib qo'ydim. Mana bu yoqqa nima qilib, chiroyli qilib, mana bu yoqda keyin unimni ichiga bu narsalar solib nima qildim. Xullas mana shunaqa bundan bunga qilib birinchi marinovat qilib qo'ydim 3-4 soat. Keyin pishirishni boshladim va mana bunaqa eng chiroyli go'zal KFC gatov bo'ldi. Mana hozir buni ko'chadan olsanglar bir dunyo pulga olasizlar. Aman 37 mingga kireylasini oldim. Yog' ketdi, un ketdi, lekin bu tovuq KFC tayyor bo'ldi. Sizlarga maslahat beraman, mana shunaqa qilib chiroyli qilib uyda pishirib yeyishlaringni. Agar aytsanglar, men o'rgataman sirini.